Assalomu alaykum Altın Tekstil qardorlari. Bugun 11-mart. Klientlarimiz dastavka chiqarib beramiz. Mana ko'ringizlar, pastel sekona, bu yoqda poplinder, ana satinler, hibs satinler ketyapti. Mana polisi Altın Tekstildan original tovarlari. Bu yoqda bolalar ishlayapti. Bu yoqda ko'rsangiz mana tag'i bir klientimizga pastel poplin, baxmal space, satinlerdan assortimentlari ketyapti. Sintefonda bu yoqda bir klientimizga tovar chiqaryapmiz. Baxmallar, madonnalar bunaki. Altın Tekstildan Tureskiy madonlari, ana baxmal space, Samarqand baxmallar, o'nisi klientimizga chiqaryapmiz. Bu yoqda sekona kelgan. Budan dile kerakli dizaynni olib turib klientlarga chiqarib beramiz. Buyursa. Mana bu yoqda 240 satinlar, assortimentlar mana. Ornament dizaynlar sizlar so'ragan. O'nisi klientlarga ketyapti. Bular bir emas, 2-3 klientning tovari dastavka bo'lib ketyapti. Bu yoqda da sekona sotilgan tovar, ana poplin o'zbekistonskiy variantda. O'nni shular ketyapti. Bunaki konteyner уже bo'shab qolgan sekona bo'yicha. Buyursa ham to'ldiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Altın Tekstil nomerlariga qayrasangizlar bo'ladi. Altın Tekstil xizmatda buyursa.